Tövəndə ozuruңlağı Şunqar kəbi çağla namlıq çatma yazmamның 5-ci qismini sunuman. Şunqar kəbi çağla 5-ci qismi. Mən məzkur çatma əsərinin 4-cisidə intayın yüksək iftixarlıq tuyğularım bilən savaqdaşlarımni əsləb çıxqan edim. Dərhəqiqət, mening savaqdaşlarım asasən digidək bir-biridan söyümlük, aqqarni farq etadigan, yaxshi ishlarni qo'llaydigan, haqqoniyat ro'yiga boy, adolat tuyg'usi kuchlik yoshlardan bo'lib, haqni ko'ratdi, to'g'ri deydi. Shunlashqim ekan, sinfimizda demokratik kayfiyat ustun edi. Demokratik kayfiyat haqiqiy ma'nodagi do'stlik va inoqlikni barpo qiladigan tuproqdir. Uyg'urlardagi qo'l ichiga egiladi degan so'z amaliyotda Yevropa klassik iqtisodshunoslarining odamning mohiyati shaxsiyat keladi degan so'zning dal o'zidir. Xuddi iste'molchilarning sodada ziyon tortib qolmaslik psixikasi erkin bozorda har ikki taraf rozi bo'lgudek ilm berim natijasini borliqqa keltirgandek, kishilarning masalalarda o'z xohishi bo'yicha tanlashni kapolatlantirishning o'zi nurg'un masalalarni ziddiyatsiz holatda ko'pchilik rozi bo'lgudek hal qilishning usulidir. Kishilar balki sobiq Angliya bosh ministri Cherchillning mono gapini anglagan bo'lishi mumkin. Dunyoda mangulik do'st bo'lmaydi, mangulik dushman ham bo'lmaydi, ammo mangulik manfaat bo'ladi. Menimcha bu mashhur zot bu so'zni qilgan chig'ida prinsipni, axloqni bir yerga cho'riyotgan. Biz hozir manfaatli qo'g'ilishadigan jamiyatda axloq kirisining yuz berayotganligini ko'ryapmiz va uning yaxshilik bilan oxirlashmaydiganligini ham sezmoqdamiz. Demak, manfaatning cho'ng kichigi bo'ladi. Masala uning adil taqsimlanishida. Haqiqiy ma'nodagi bozor egiligida ishlagan tishlaydi. Ishchanlar rag'batlantiriladi. Xoshamatchilik va taqskashlik oqmaydi. Qobiliyating bo'lsa, o'zingga mos o'rinni topsan. O'rin bo'lsang, pushildab o'ltirib qolasan. Kishilar jamiyatda to'xtovsiz holda boylikning yalang'och qilib aytganda manfaatning taqsimlanishi masalasiga duch kelib turdi. Masalan, manfaat xizmatchi bo'lsangiz idorangizda, o'quvchi bo'lsangiz maktabda o'zga tushliq yo'llar bilan ifodalanib, ma'lum maqsadlar uchun xizmat qiladi. Jumladan, maktablarda yo'l qo'yilayotgan o'quvchilarni mukofotlash tizimlari, ya'ni ularni az-to'la moddiy va ma'naviy jihatlardan tartiqlash orqali ularning texmi yaxshi o'qishiga rag'bat berishni maqsad qiladi. Men oliy maktabda o'qiyotgan chaqda maktabimizda o'quvchilarni yaxshi o'qishga rag'batlantiradigan har xil mukofot turlari, masalan, 1-darajalik mukofot 300 so'm, 2-darajalik mukofot 200 so'm, 3-darajalik mukofot 300 so'm, rag'batlantirish mukofoti 30 so'm. Undan boshqa Yaponiyalik korxonchi Kojima Yasunari apandi maktabimizda ta'sis qilgan o'qish mukofotlari bor edi. Bu pullarning qimmati, ya'ni qimmatiga bugungi pulning qimmati bilan qaramang. U chaqda bu pullarning setilish kuchi yuqori edi. Bu mukofotdan boshqa yana har sinfdan birdan 3 yaxshi o'quvchi saylaydigan ishlar bor edi. Demak, bu bir xil boylikni, manfaatni, ya'ni oz-to'la pulni, muhimi shon-sharafni taqsim qilish edi. Bizning sinfda bu taqsimot qora sanduqning ichida emas, balki ochiq va demokratik usulda olib beriladi. Ya'ni har qaysi jihatdan sharoit hozirlagan savaqdoshlardan bir nechimizning ismi do'stga yoziladi. Ondan savaqdoshlar o'zlari yoqtirgan nomzodlarga bilet tashlaydi. Ondan sinf boshlig'i Arslan Abdurahmon yoki sinf kadri Adil Mahmud tashlangan bilet sonini do'stga yozib, naq maydonda e'lon qiladi. Aşı lilla savaqdaşlarının qizg'in qo'llig'iga rahmat. Birinchi yilini hisobga olmaganda, toki oliy maktabni bitirguncha savaqdoshlarim menga har yili 1-darajalik va Kojima Yasunari mukofotini tartiq qildi. Shundaqla 4 qitim maktab bo'yicha munavvar 3 yaxshi o'quvchi va 1 qitim 3 yaxshi o'quvchilar ulgisi bo'lib baholandim.
Bular mening o'zimga texmo qattiq talab qo'yishim turtki bo'ldi. Dunyoda yaqin odamlaringning ishonchidan ayrilib qilishdan ortiq azobli ish bo'lmasa kerak. Shunga men yoki hissiyot jihati chachrab ketmadim, yoki iroda jihatda bo'shab ketmadim. Va yoki ko'nglimga pukkan orzularimni quruq xiyollarim bilan aralashtirib etmadim. Aksincha, o'rganishni yaxshi qilib, ham maktab o'quvchilar birlashmasi va fakultet o'quvchilar uyushmasining xizmatlarini bir tarafdan kuchimning boricha yaxshi ishlashga tirishsam, yana bir tarafdan inglizcha kursga dars o'tdim hamda aspirantlik imtihoniga jiddiy tayyorlik qildim. Ashundaq aldirash yashayotgan kunlarning birida maktab o'quvchilar birlashma kadrlariga bergan yotg'imga Qog'iliq Noyilik sayohat idorasidan kelib, ingliz tili fakultetida bilim oshirayotgan Mutallib ismli akademiyalik bir kishi bir quta hasal ko'tarib kiribdi. Bu kishi meni ko'rsala men bilan ingliz so'zlashib qo'yapti. Hasalning chiroyligiga qarab bir necha qo'shiq yapsaptiman. Oradan yarim soat o'tmayla tuyuqsiz og'rib ketdim-da, bo'lolmay o'zimni tashlab etdim. Ta'limga Abduqodir yinimda bor edi. Bir necha yildan meni ko'ta qilib, shaharlik 3-doktorxonaga olib chiqishdi. Cho'nglarning kishida qolmaydi degan rost ekan. Abduqodirning meni yutib, yo'lab menishlarga qarab, oliy maktabning 2-yilligidagi qish mezgilida yuz bergan bir ish yodimdan kechdi. Bir kuni yarim kechida birisining ingravatqanligi qulog'imga kirib o'yg'onib ketdim. Qarsam, heliqi 1-yillikda menga xitoycha jumlani xato tuzib bergan savodishim Amrullah ekan. Ahvolni so'rsam, og'rib ketibdi. Shuning bilan Abdukim Mahmudni o'yg'itib, Amrullahning kiyimini kiygizib, uni dam yutib, dam yo'lab 3-doktorxonaga olib chiqqan edik. Tova. Mana bugun meni Abduqodir va boshqalar dam yutib, dam yo'lab doktorxonaga olib ketyapti. Ashu kunidagi jismoniy azobga gap to'g'ri kelmaydi. Meni bir xil tiz xarakterlik kasal qattiq so'qqan edi. Men o'rnimdan tura olmay, alayzal bir mazgil o'rin tutib yetib ketdim. Shu mazgilda meni yo'qlab kirgan savoqdoshlarim menga mening maktab bo'yicha munavvar 3 yaxshi o'quvchi, 3 yaxshi o'quvchilar ulgisi va butun rayonimiz bo'yicha munavvar oliy maktab o'quvchisi bo'lib baholanganim. Boshqa savoqdoshlarning menga vakolatan mukofot buyumlarini elib qo'yishganliklarini xo'sh xabar qilib kiribdi. Bir yomonlikning keynidan bir yaxshilik degan shu bo'lsa kerak. Xabar yetkazib kirganlarning deyishicha, shu yili maktabimizdan butun rayonimiz bo'yicha munavvar oliy maktab o'quvchisi bo'lib baholangan o'quvchi 4 bo'lib, Uyg'ur o'quvchi 2 ekanmiz. Biri men, yana biri fizika fakulteti 88-yillik 2-sinfning o'quvchisi, hozir Svitserlandda yashayotgan Abdushukur Abdurich ekan. Tashma tushgan yerda eziz degandek, balkim bu sharaflarning yurtda elning ichida qimmati bo'lsa kerak. Shundan keyin xalq radio stansiyasidan muxbirlar kelib ziyorat qildi. Yoshlarga ham yosh ota-onalarga ilhom bo'lsin uchun ularning ziyoratini qabul qilib, o'g'inish hayotim haqida qisqa so'zlab berganim esimda. Oliy maktab hayotimni asliganimda men sinf mudirimiz Abdullah muallim, Abdukim muallim, marhum yozuvchimiz Ahmad Ziyoyi apandining o'g'li Arslan muallim, Muxtar muallim, Aysha muallim, Munira Ibrohim Murad, Serg'azi muallim, Tursun Qurbonjon, Davud Dalqan, Bavurjon, Yemet va Abdusalom muallim. Shundaqla Roshangul, Raziya, Zafarxon, Ilyos muallimlar hamda Jurat, Serik, Fatima, Gulnur qatorli xizmatdoshlarimning chiroylari, gap so'zlari ko'z oldimga keladi. Bularning ichida men fakultetimizning qo'lliq, ko'zga ko'ringan o'qituvchisi Abdukim muallimni alohida hurmat bilan eslayman. Chunki men oliy maktabda o'qiganda bo'lsin va yoki xizmatga chiqqanda bo'lsin, Abdukim muallim meningda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Abdukim aka Ko'rlida bir ma'rifatparvar oilada cho'ng bo'lgan bo'lib, o'zi chechan kishi bo'lib qolmay, tirishchan, mas'uliyatchan o'qituvchi, ko'zga ko'ringan ixtisosshunos, samimiy, tuzko'ngil, xushovoz kishi edi. U tirishchan, g'ayratli o'quvchilarni yaxshi ko'radi. O'yinchi, ling tasma mas'uliyatsizlarni yoqtirmaydi. Mening Abdukim muallimni to'nigan chig'im, men oliy maktabning 1-yilligida o'qiyotganda fakultetimiz o'quvchilar uyushmasining raisi Kalpinning kelgan Ibrohimning tashkillashi bilan o'tkazgan nutq so'zlash musobaqasiga baholovchi bo'lib kirgan vaqt edi. Men nutq so'zlayotganda Abdukim muallimning beshi qalbaq kiyib so'zlarimni zehni bilan kulimsirab turib anglayotgan ko'rinishi ko'z oldimdan ketmaydi. Shu ko'rinishni asasam Abdukim muallim, biz
bir yaxshi o'quvchini qabul qilibdiq deb kulimsiragan chig'i degan o'y xiyolimdan kechidi. Men 1993-yili aspirantlik imtihon bergan yili maktab bo'yicha Uyg'urlardan 8 kishi, adabiyot fakultetidan axborot kasbi bo'yicha Qumuldan kelgan munavvar o'quvchi Mehray Mamtili, adabiyot kasbi bo'yicha Qumuldan kelgan mo'l usulliq tadqiqotchi Abdurim Rahman, oliy maktab oyliklar qorasida uyi bor tirishchan o'quvchi Muyassar Fayzulla, iqtisod fakultetidan men, tarix fakultetidan Bugurdan kelgan ijtihodlik tarixshunos Qurbon Niyoz, yana Qurbon Turan ve Atuş'tan kelgan munavvar tarix tadqiqotchisi Nuralloh. Fizika fakultetidan Kuchadin kelgan a'lochi o'quvchi Abdushukur Abdurashid. Biologiya fakultetidan To'qsuddan kelgan munavvar o'quvchi Anvar To'mirlar edik. Xitoy o'quvchilar 30 nechadan ortiq edi. O'qish boshlanib oz vaqtdan keyin maktab aspirant o'quvchilar uyushmasi yig'ini ichib saylam elib bordi. Saylam natijasida bizden 8-9 yaş çoğun ilgari armiyada vazifa o'tab, universitet tarix fakultetiga aspirantlikka o'tgan Jang familiyalik biraylan rais, men muavin rais. Yani ikki o'quvchi, ikki Xitoy o'quvchi va Abdurim Rahman qatorliqlar o'quvchi kadr bo'lib saylandik. Shu chaqda universitet aspirant o'quvchilarga oyda 108 so'mdan ta'minot maoshi bekitib, 3 yoki 4 o'quvchiga muhiti yaxshi binoning eng ustidan kitob jihozlari bor yotoqdan birdan berishdi. Va cho'ng rangli televizor ham, kalanchur, tiktak to'pi bor uydan birini aspirant o'quvchilar faoliyat markazi qilib berishdi. Men qilgan ishlarimning tayin yo'qligiga baxmay, doimli aldirash yuratdim. Ya'ni bir yerda uzoqroq o'ltira olmaydim. Mubada Amerikada bo'lgan bo'lsam, doktorlar hypertension deficit disorder, diqqatni yig'olmaslik kasali bor ekan buning da diagnoz qo'yib, to'liq dori berib, saran qilib qo'yishi mumkin edi. Shunga faoliyat markazining borligiga, kimlarning kirib chiqayotganligiga diqqat qilmoqman. Bir kuni aspirantlardan birisi ochiq bilan so'zlab ketyapti. Biz sizlarni quruq jozi bo'lsin deb saylamagan, bizning manfaatimizga vakillik qilamiz ekan deb saylagan. Qaysar desa, sizlarga tayinliq ekansizlar. Onun nemini ko'z tutib so'zlayotganini anqiramay o'ltirg'izib so'rdim. Nima ish bo'ldi? Nimaga bunchalar kayish? Ma faoliyat uyida bizning haqqimiz bormi yo? Buni boshqa o'quvchilar kontrol qilamdi, monopol qilamdi. Men uning nima demoqchi bo'lganini tushundim. Albatta haqqimiz bor, u ko'pchilikda va hech kimga emas. Undaqda ochish bamsilda biz qachon ishiltimiz, qachon qarsam boshqalar foydalanayotgan. Shuni bilan Jang familiyalik uyushma raisining faoliyat uyining ishini ichayotgan holda ko'z oldimga keldi. Bu savoqdoshning deyini to'g'ri. Men mushular bo'lg'achqa, mushular qo'lg'achqa mushu vazifaga saylandim. Shunaq ekan, ularning gapini anglashim, ularning orzusiga vakillik qilishim, manfaatni qo'g'dishim kerak. Chunki men yoki haykal emas, yoki qaranchiq, balki normal tafakkurga, pokiz his tuyg'uga ega inson. Shuning bilan uningga dedim: "Yuringlar, Jangning yoniga chiqamiz." Kech soat 10dan oshgan chaq edi. Boshqalarga daxl qilmaslik uchun Jangning yotiga kirib, uni sirtga chaqirib chiqdim. Nima ish dedi Jang qo'shimning turilib ketganini ko'rib. "Mao faoliyat uyi sening shaxsiy mulking emas-ku?" Tushunmadim. "Mao faoliyat uyidan bir qism odamlar foydalanib, bir qismlar foydalanmasin deydigan maktabning siyosati yo'q-ku deyman." Yo'q. Amsi nima deb sen ochiqishni o'zingni tutib olasan? Menmi senga o'xshash rais-ku? Shundaqmi? Shundaq. Seni armiyada turgan intizomchanligi, siyosiy eng yuqori deb o'ylasak, nimalarni qilib yuraysan? Men sal ovozimni yuqori chiqardim. Ammadan fikr tushdi bilamsan. Bu qilmishlaring bosh-boshdoqlik, ittifoqlikqa ta'sir yetkazganlik, ayrimchilik qilganlik. Ya'ni chachrab chiqqan eslarimdan ayrim parcha shuki, senmi haqqi qalpoq kiygizsang, uning to'g'ri bo'lsa norozi bo'lib qarshilik qiladi. Uning xato bo'lsa, cho'ch bo'shini topadi. Gap sening qoida tuzumlarga rioya qilgan asosda maydoningda ching turib tura olmaslikda. Xalqning qalisi ishlasa seningmi ishlaydi. Xalqning manfaati bo'lsa seningmi manfaating bo'ladi. Xo'sh xo'jam o'zlaridan kelsin deb tursang, o'zingga ta'alluq narsalardan foydalanmay, oxiri boshqalarning gapingni anglamas qilib yomon yutib qo'ysan. Jangning chiroyi tatirib jiddiylik so'zlashga boshladi. Chunki o'zining xato qilganini to'nib yetgan edi. Xatolik menda, kechirgin, bo'ladi. Men atla ochqishdan birini yastib, tushlik tomoqdan keyin yotqinga kirib beray. Undaqda at tushdi yotqinni saqlayman, lekin buningdan keyin o'quvchilarning har qanday faoliyati bo'lsa, mening maslahatimsiz elib borsang, ayrimchilik qilgan bo'lsan. Buning oqibati yaxshi bo'lmaydi.
Buni sen bizga qaraganda yaxshi bilishing kerak. Men qo'rchoq emas, men tashkiliy tuzum bo'yicha saylangan o'quvchilarning vakili. Әтсі жаң дәл түш мәзгілді açqışını elib kirib bədi. Mening onun degan gepim, onun qulağıda çın turgan çığı, mən bir yıl Şanxayga ketgan vaqtni hesabga almaganda, mayli ular hafta oxirlari ko'ngil ichish faoliyat o'tkazsin va yoki yangi yillik, chaqanliq faoliyat o'tkazsin. Faoliyatdan burun meni yoki o'zi yoki yana boshqa ikki Xitoy o'quvchi kadrini keyinga silib, yoki yatag'imdan yoki fakultetimdan izlab kengashadigan bo'ldi. O'shunday boshlaydi. Biz faoliyat o'tkazmoqchi, milliy saboqdoshlar qatnaşsa texi yaxshi. Hammaylarni qizg'inlik bilan taklif qilamiz. Sen bu faoliyatni o'tkazishimizga qo'shilamsan? Men ularning ko'ngil ichish faoliyatlarini cheklaydigan, turmush ishlariga aralashib oladigan xuddi birisi va yoki ko'zi kichik, qo'zg'atan mato, namat va yoki alajoq sarang emasda. Men shunday aytdim. Mavi ishing endi to'g'ri bo'lyapti. Ishlar bu shunday maslahatlashib, kengash bilan o'zaro hurmat bilan bo'lsa chataq chiqmaydi. Taklifingni balalarga yetkazib qo'yay, ammo vaqtim yo'q bo'lganlikdan men qatnashamayman. Men aspirantlikning 2-yilida fakultetimiz Li Shuhui, Wang Zhihui ismli ikki Xitoy o'quvchi bilan meni Shanxay Moliya iqtisod universitetining aspiratoriya bo'limiga 1 yillik pul muomala bilimlarini o'rganib kelishga avatdi. U mening tunji qitim vatandan ayrilishim edi. Poyezdda safarda Aqsu viloyatidan 1994-yili Shanxay Moliya iqtisod universitetiga qabul qilingan Gulboston ismli singilcha hamroh bo'ldi. Shundaq bir japada Shanxayga yetib bordik. Garchi o'xshash maktab bo'lsa-mu, mening o'qiydigan yerim Zhongshan Shimoliy yo'li 369-qo'rog'i joylashgan aspiratoriya bo'limida ekan. Aplab yotadigan joyini tepib o'rinlashib o'qitdim hamda maktab doiralari bilan ko'rishib, rasmiyat o'tab qaysi fanlarni o'qishni bekitdim. Bildim. Men poyezddan tushganda Shanxayning havosidan bir ses puroq burnimga urilgan edi. Keyin yotoqqa o'rlashgandan keyin diqqat qilsam, u suvning puroq ekan. Dastlabda biroz ko'nglim aylandi. Cho'nglarning so'zi to'g'ri ekan. Odam nimaga ko'nmaydi? Do'zaxmi 3 kunda ko'nadi. Ham ko'nmaymi amal yo'q. Mening beshimni qatorgani tamoq masalasi bo'ldi. Bu yerda musulmoncha oshxona yo'q ekan. Maktabning to'liq kursantlari o'qiydigan yerda bizning vatandan kelgan 20 ga yaqin o'quvchiga ichib bergan oshxona bor ekan, ammo u yer menga zo'r qulaysiz bo'lganlikdan beshimga g'am tushdi. Dastlab bir necha kun o'zim akalgan narsalar bilan jon baqdim. Oxiri bo'lmay bir kuni maktab mas'ullarini izlab chiqdim. Ishxonada 2 ayol, bir er bor ekan. Qaranglar, men bu yerga o'qib keldim, ammo men Uyg'ur musulmon. Ko'rganli yerdan tamoq yemayman. Bu yerda musulmoncha oshxona yo'q ekan. Bir amal qilib bermasang bo'lmaydi. Mashinaga may bermasmanamda, dedim chaqchaqirlash. Men bu yerga maktab tarixida aspiratoriya bo'limiga kelgan tunji musulmon ham Uyg'ur bo'lsam kerak. Ular o'zaro Shanxay dialektikasida bir nimalarni deyishib ketishdi. Andan ular Uyg'urlar to'g'risida qiziqib, buni so'rashdi. Loyiqli javob berdim. Birisi markazda Uyg'urlardan Sayfiddin Aziz bor-ku deb soldi. Men uning ulapligini chaqchaq qildim. Chaqchaqarlash dedim. Agar mushu masalani hal qilmasanglar, Sayfiddin Azizga xat yozaman. Ular kulib ketishdi va shu hamonla telefon bilan maktab oshxonasining boshlig'ini chaqirtib kirdi va uningga topildi. Bu o'quvchining o'rib odatiga hurmat qilib, tamoq masalasini hal qilib beringlar. Rastni rost demasang, qiyomat so'rg'i bor deyishdi ko'nalar. Men ular ko'rsatgan samimiyatdan xursand bo'lib rahmat aytdim. Oshxona boshlig'i meni ilib chiqib, rangi pokiz bir Xitoy ayol oshpazni menga tanishtirdi. Nima yemoqchi bo'lsang, o'sha ayolga degan. Tuxum, ko'ktat, mumkin bo'lsa beliq iste'mol qilman, ammo ayrim qozon qo'mish bo'lmaydi. Men uningga atsi tushlikka guruch tamog'i bilan tuxum bo'lsa bo'lganligini aytdim. Bu oshpaz ayol ochiq chiroy ham pokiz ko'rindi. Atsi degan vaqt izlab kirsam, tomoqni pishirib tayyor qilib qo'yibdi. Men uning bir yurish butun yep-yangi qozon qo'mish ishlatganini ko'rib, mamnun bo'ldim hamda rahmat aytdim. Hurmat qilsang, hurmat ko'rsan, albatta. Ammo yotoqqa qaytib kelib, beliq tomoqni u yoq matlab, bu yoq matlab, kanimni birisi bo'g'ib olgandek bo'lib aron tasdi yerimini yedim. Ammo yeliq ses suning purg'idek puroq burnimga kirib, ko'nglim yana aynidi. Atsi tush tomoq kirsa, meliq ayol tomoqni sal burun etib qo'yibdi. Meni ko'rib, u bir ishkapdak narsani ochdi va tomoqni elib menga sundi. Ko'zim tuyuqsiz, ishkapga esiq oppoq turgan go'sht tushdi. Ko'nglimga gumon tushib so'rdim. Nimaning go'shi bu? Cho'shqining go'shi. Darhol qo'limga ilib bo'lgan tomoqni uning sundim. Kechirman, bu tomoqni yemayman. Ammo bu yerdan tomoq yeyman. Endi buningdan keyin bu yerdan tomoq yemayman.
Mana bu bugungi tamoqning haqqi. 2 kundan keyin 2 kundan buyon men uchun bo'lgan avori bo'g'iningga rahmat. Aşpaz ayol chiroyimdagi parokandichilikni es qildi bo'g'ay dedi. Bu sening tamog'ing guruch bilan beliq bo'lsa, men u go'shtni ishlatmagan bo'lsam, men darhol sirtqa mangdim. Chunki Shanxay Chet el tillari institutining men turayotgan o'ringa qo'shni ekanligini bilib ulgurgan edim. Hech bo'lmadi deganda arabcha o'qiydigan tungan o'quvchilarga ichib bergan oshxonasi bor-ku. Shunda xiyol bilan o maktabning qo'rasiga kirib so'rasam, rost deganda shunda oshxonam bor ekan. Men dal oshpaz ustam tushlik tomoq tayyor qilib turgan paytga ulgurib kiribdiman. Oshxonada shu maktabda o'qiydigan Shanxaylik tungan qiz bilan ustam paranglashib turibdi ekan. Kali go'shi bilan tarxamakni aralashtirib qo'rgan say, tuxum say degandek tomoqlarni taqsiga tizib qo'yibdi. Men kiribla musulmonlik salom berib ko'rishdim va o'zimni tunishtirdim. Mush maktabning o'quvchisimi sen deb so'radi oshpaz ustam. Nima deb javob beraman? Yo'q deysam tomoqni setib bermaslikdan anstadim. Ha deysam yolg'on so'zlagan bo'laman. Odam hayotda qistalganda, majburlanganda samimiyatsizlik qilishga majbur bo'lib qoladi ekan. Boshqalarga qilchi ziyon yetkazmagan holda ilojsizlikdan qilingan samimiyatsizlikni men apu qilishga, tushunishga bo'ladigan samimiyatsizlik deb qarasammi, deb ovozli javob berishga yana yuzim chidamay 5 ming ochdim. Shundan keyin haftada 2 vaqt tomoqni toki yurtga qaytib kelguncha shu yerdan yedim. Ningshadagi har qaysi maktablardan inglizcha bilim oshirg'il kelgan 4-5 tungan o'qituvchi va Urumchi shaharlik 1-o'rta maktabning tungan tantarbiya o'qituvchisi bilan turmush qilgan, shu maktabning bu yerga bilim oshirish kelgan Xitoy ayol va yana shu maktabning ingliz tili bo'yicha aspirantligida o'qiyotgan, ya'ni ayni chaqda Qizilsuv oblast boshlig'i bo'lgan Tayir Mambat Ali degan kishining Odil degan o'g'li bilan tanishdim. O'zim parang xumor bola bo'lganim uchun bular bilan osonla iliqib ketdim. Ular o'zimning haqiqiy ahvolimni aytdim, ammo birisimi oshpaz ustamni chiqib qo'ymadi. Demak, halol tomoq yeganga tushlik ish qilishdi. Shu ishlarni aslasam, heliq Ningshadin kelgan bolalarning "Bosir!" hech qiz yo'q deb so'zlashlari, Urumchidan kelgan Xitoy ayolning Uyg'urcha ohangsingan "Niyangma" deb so'zlab ketishlari quloq to'yimdan ketmaydi. Yil almishib men ketishga bir kun qolganda, qo'limga bizning yerlik mahsulotlarni elib, men 10 oy tomoq etib va setib bergan tungan ustamga ham rahmat aytish, ham qo'sh deyish uchun oshxonaga biroz burun bordim. Oshpaz ustam haqiqiy ahvolni anglagandan keyin dastlab menga dastlabda rost gapni aytgan bo'lsang, sen maktabingdan tanishtirib elib kelgan bo'lsang, men maktabimdagilarga men mancha odamga tomoq etib o'tdim, deydim. Men foydasi tegadi emasmi deb qaydi. Men undan apu so'rab turib rahmat aytdim va sovg'atni qo'liga tutib turib, bir hojatmanga bir musulmonga qilgan yordamingni maktab bilmagan bilan Alloh biladi emasmi dedim. ifodamdagi samimiylikni ko'rib ustam o'zining degan gapiga xijilib qoldi bo'g'ay. Mening Shanxayga kelsam o'zini izlab kelishini jikilab ketdi. Shu kuni men 10 oydak tomoq etib bergan va setib bergan ustam bilan xo'shlashib va uning tomog'i bilan oxirgi qitim g'izalanib qaytib ketdim. Bu yerda shuni oshkorlamay tura olmayman. Men dunyodagi tomoqlarning ichida o'zimizning tomoqlarga bakla amroq. Shundaq bo'lganlikdan Shanxayga kelibla Uyg'ur oshxonalarini izlab Shanxayning Jojang yo'lida bir necha Uyg'ur oshxonasi hamda atalmış Abnum rayonining Shanxaydagi ish boshqarish o'rnining yanida Uyg'ur oshxonasining borligini bildim. Men bu yerlarning har ikkisiga lag'man yigilib berib, ko'nglim parishon bo'lib qaytib keldim. Men maktab kelib biror hafta vaqt o'tgandan keyin 50 so'mga ikkinchi qo'l velosiped setib olgan edim. Men shu har 15 minutda bir zanjir tashlaydigan velosipedni taraqshitib minib, lag'man yeb kelgili ish boshqarish o'rniga mangdim. Men oshxonaga yetib kelganda chochlari o'sib ketgan, ammo o'zi qovul, 28-29 yoshlarda bor. Badanining usti yermay yalang'och. Qon bor ustida. Qo'lida pichoq tutgan so'rin talat bireylanga ko'zim tushib, oshxona bo'lgandan keyin qo'y so'ydigan qassob o'xshaydi deb o'ylab oshxonaga kirib ketdim. Bu yerdagi oshxonani otishdan kelgan G'ani otish degan 30 yoshlardagi kishi ochgan ekan. Uning bilan ko'rishib, hamda oshxonada o'ltirishimga sirtdan jidal ovoz anglandi. Yugurib sirtga chiqib edim, heliq pichoq ko'tarib olgan mal'on bir kavobchi yosh bolani urib ketib o'tibdi. Bu nemish hamda xalqning yurtida bir-biriga homiy bo'lmay, bir-birini urishib, hey. Tuyuqsiz heliq lükchakning ko'zi menga tushdi. Qaraysan-ku? Balki u mening ochiq chachrab turgan ko'zlarimga diqqat qilganchig'i. Hamda unga nima degilar? Javob bermadim. Yo'qlar menga deb baqirdi u menga va qimirlamay turganimni ko'rib pichoqni qartib atdi, menga qartib atdi.
Ko'rdinglarmi haloyiq, av nomardlikni, talbilikni. Uyg'urning nochilari almisaqdan ojizni, begunohni bo'zaq qilmagan. Bizda haqiqiy nochilar mard keladi. Begunoh ojizlar tarafda turib ish tutadi. Lukchaklar ojizni bo'zaq qilib kuchlikdan zilsiydi. Men darhol o'zimni yonga oldim. Mabodo u atgan pichoq menga tekkan bo'lsa, o'lmagan taqdirda ig'ir naka bo'lgan bo'latdim. Meningmi qinim qizdi. Qo'limda qurol bo'lgan bo'lsa, tangni detib o'tdim muhimsini. Zo'ravonlikqa sukut qilaversang, oxir jiningni saqlay olmaysan. Shu arada g'iniy otish orqa kirdi. Ikki puzur kiyingan ayolning oshxonaga paydo bo'lishi bilan uxumpar shular bilan parang tushib ketdi. Men o'ltirib lag'man yedim-yu, ammo nayt kayfsizlik ichida edim. Qisqasi shu kuni tas qoldim, lag'man yeyman deb berib, pichoq yeb ketgili. Jajang yo'ldagi Uyg'ur oshxonalarini izlab berib, ko'nglim yerim bo'ldi. U yerga berib Uyg'urlarni ko'rib qizg'in salom berdim, ammo ularning yanig'ini so'g'uq, irangsizlik bo'ldi. Men tamoq yegach u yerga kirib chiqayotgan odamlarni kuzatdim. Ayrim kishilarni hisob olmaganda, ularning ko'zidan bir xil qandaqdir tushangil bo'lmaydigan xunuklik va ro'yi zaiflik chiqib turadi. Est Uyg'urlarim deb mayuslandim ularga qarab. Bularning illiq oilasi, urug' tuqqanlar bordir. Jambiqish uchun mushqaqning yurtida sarson bo'lib, dum yutib, dum qo'pib ro'yi jihatdan ezilgan gap. Turibli ularga hisoshlik qilgim keldi. Chunki ash xunuk ko'zlardan nurg'un hikoyalar to'kilatdi. Bu haqda azroq izlanmoqchi bo'lib, shu chaqdagi ish boshqarish o'rnining mudirini tashabbuskorlik bilan uyga izlab bordim. U apandim kallis ochiq, ziyoli kishi ekan. Xalqning hol ahvoliga ko'ngil bildi ekan. Bir qism rast bo'lgan ishlarni so'zlab berdi. Bu masalalarning yuz berishida nurg'un omillarning borligini his qildim. Keyin men Urumchiga yenib kelgandan keyin Shanxay ta'sirotlarini adabiy xotira shaklida yozib, jurnalda e'lon qildirdim. Esimda qilishicha, Shanxay Moliya iqtisod universitetining to'liq kurslarida har qaysi kasblar bo'yicha o'qiyotgan Uyg'ur, Qozoq, Tatar qatorliq qon qarindosh turkiy millatlarning farzandlaridan 20 dak o'quvchisi bor bo'lib, ko'p qiz o'quvchilar edi. O'g'illardan G'uljidan kelgan Umid, Mammat va yana bir oqseriq kelgan Tatar yigit edi. Bu yigitning singlisi mening ingliz kursimda o'qigan ekan. Bu yigitlar meni aksida ko'rib yaxshi hurmatladi. Qizlardan cho'chakdan kelgan Xolid Abdulla, Urumchi 14-o'rta maktabni 1991-yilda bitirgan Munira va yana Mihray, Aqsudan kelgan Gulboston, Altaydan kelgan qozoq qizi Janar qatorli o'quvchilar bor edi. Undan boshqa kadrlar ilik boshqarish institutidan bilim oshirishga kelgan Abduvali va Guan familiyali bir shiva o'qituvchi bor edi. Men ular bilan ancha-muncha ko'rishib kelatdim. Umid, Mammat, Xolid va Janar qatorli o'quvchilar meni ham izlab yenimga kelishatdi. Men 1998-yilda to'y qilgan Urumchiga qaytganda Janar bilan ko'chada uchrashib qilib qizg'in salomlashdik. Men uningdan tonish bilishlarning izdirkini qildim. Shundan keyin u bolalar bilan aloqam uzilib qoldi. Shu chaqlarda Shanxaydagi har qaysi oliy maktablarda o'qiyotgan bolalar Navro'z bayrami munosabati bilan otishdan kelib Shanxay tibbiy universitetida o'qiyotgan munavvar o'quvchi Nasir Achi qatorliq bir turkum yoshlarning tashkillashi bilan Sharqiy Jongo pedagogika universitetida faoliyat olib bormoqchi bo'lib, har qaysi oliy maktabdagi bolalarga nomer tayyorlashni o'rlashtiribdi. Moliya iqtisod universiteti vakolatan Abduvali Muallim, Umid, men va boshqalar bo'lib bir tot o'ynab chiqdik. Men yana sirtkilarning yurtqi bo'lgan sevgi va sig'inishni ifodalaydigan o'zimcha ta'sirlik deb o'ylab yozgan bir asrimni xuddi Abduqiyim Emin Padisda ko'pchilikka o'qib berdim. Buning sinalg'u, ya'ni shu faoliyatning sinalg'usini hozir Yaponiyada bor deb anladim, Yaponiyadagi birisida. U faoliyatga shu chaqda universitet mas'ullari va davlatlik milliy ishlar komitetining bir mahkamasining mahkam boshlig'i Tavakkul degan kishi Ataydan Beyjingdan uchib kelib tabriklagan edi. Demak, maktab doiralarining siyosat jihatdan, millatparvar tijoratchilarning iqtisodiy jihatdan qo'llash bilan o'tkazilgan bu faoliyat haqiqatan cho'ng bo'lib, ta'siri kuchli bo'lgan edi. Menimcha shundan keyin Shanxayda undaq cho'ng Navro'z faoliyati o'tkazilib baxmoq bo'lishi mumkin. Demak, sen o'z madaniyatingni qo'g'dayman deb tirishid ekansan, tirkishid ekansan, qo'g'day olaysan. Bu yerda men shu faoliyatni tashkillagan o'quvchilarga va millat suyar tijoratchilarga hurmatimni bildiraman. Mening tak Shanxayga kelguchi bo'lgan araliqda sahar turib chiniqadigan odatim bor edi. Bu qurg'oq rayonga moslashgan badan havosi nam bu yerga toza moslasholmadi. Chiniqishlarim uzilib qoldi. Yataqdoshlarim Wang Zhixay, Li Shuxoy va Urumchidagi Moliya iqtisod universitetining bilim oshirishga kelgan Wang familiyalik biraylar, Xanan Loyang traktor zavodidan kelgan Zhang familiyalik biraylar edi. Bularning ichida Wang Zhixay balki barliq Wang familiyaliklar ichidan chiqqan eng soddasi yavishi bo'lsa kerak.
u bechora atdigandan kechgacha yeshil chayni Xudoyim bergan istikonga damlab olib, o'rindiqda bir o'ltirib olgancha kechga tushgan edi. Uning tanlig'ini buxgalterlik darslar inglizcha bo'lg'achqa to'liq g'udung shitdi. Boshqalarning tilida dars o'qish shunday qiyin bo'ladi deydi. Maliya iqtisod universitetidan kelgan Wang familiyalik Wang Zhihayning ustidan tushirmay kiyib olgan seriq rangli 4 yanchuqlik chaponni shunday tasvirlagan esimda. Ben sizlarga bir gapni deb qo'yay. Mao Wang Zhihay kiygan chaponni hozir Shanxayda ikkinchi bir odam kiymeydi. O mush chapini bilan butun maktabga to'linib ketdi. Kishi o'zininkini ko'rmaydi degan shu. Azaldan yuvashqa homiy bo'ladigan mijozim bo'lgani uchun u gap bir necha qitim bo'linganda men bu Wangga shunday dedim. Hey, Wang muallim, sening g'arbiy shimolning namratligi va namrat g'arbiy shimoldan boshqa yozgan maqolalaring bormi? Sen to'liq deb ketding o maqolani bizga. Haq nemisi bo'lsa shuni kiydi. Xuddi sen bir maqolani dalib bergandek. Bu gapimga loyangdan kelgan bola kulib ketgan edi. Wang Zhihay hech kishiga ortiq gap qilmaydi. Men uningga eng tirishchan, eng samimiy savoqdosh degan so'zlarni ishlatib chaqchaqib qo'ysam, allomat xo'sh bo'lib ketadi, ham qo'rsiqligini deydi. Li Shuhui kishiga oilasi bilan vatanimizga Sichuandan ko'chman bo'lib kelgan bo'lib, qo'yiq Sichuan talaffuzi so'zlaydi. Men uning bir ishiga bakayran qolgan edim. Ya'ni u uydan bir-biriga bog'langan 7-8 qizil qishni karavatining yeniga qo'yib yotadi. Keyin qaytganda uni Urumchiga o'zi bilan ilib ketdi. Uning deyishicha, u ota bobosidan qolgan qishlar uning omad ilib kelamish. Uning yangi yil va chag'an yetib kelish bilan 15-20 ot kirkini tizilib, butun maktab boshliqlariga yezayotganiga qarab, uni kichigidil huquqshunoslar dasturi degan kitobni ko'p ko'rib o'tgan bir ekan deb o'ylagan edim. Balkim bu chaqcha o cherklashib ketmaganlar bo'lsa, biror diviziyani so'rayotgan bo'lsa kerak. Kim biladi, biror viloyatni so'rayotamdi taqa. Yaqinda ansam, ilmga kelganda Wang Zhihaychilik ijtihod ko'rsatmagan, bizning fakultetda aspirantlikni bitirgan Sun Duan familiyaliklar o'sib ketibdi-yu, ammo Wang Zhihay bechora texchi o'rnida turish marshini o'rinlab, tanqid anglab xizmat qilib o'tibdi. Aspiratoriya bölümünde Xitoy mamlakatining har yerdan kelgan magistr va doktor o'quvchilar bo'lib, men maktabdagi birdan-bir Uyg'ur o'quvchi edim. Maktab jamoati umuman aytganda menga qizg'in muomala qildi. Bizning fakultetdan doktorlik o'qiyotgan Uyg'urlarning urf-odatini tushunadigan Bao ismli doktor o'quvchi alaydan yatqimga izlab kelib, tamoq masalamni qanday hal qilayotganimni so'radi. Bizning fakultetda magistrlikda o'qib, Fudan universitetiga doktorlik o'qish ketgan asli xunanlik shu familiyalik o'quvchimi yo'qlab kelib ko'rishib ketdi. Billa dars anglaydigan savoqdoshlarning chet elga o'qish chiqish qizg'inligi nihoyat yuqori bo'lib, ular o'zlarining bilginini so'rasamni ochiq ko'ngillik bilan aytib berdi. Bo'libmi, yotoq binosimizga qaraydigan asli kelib chiqishi yozuvchi Lushinning yurti, Jiajang Shaoxinglik, ammo Shanxayda 60 yil yashagan Chungguiming ismli Guay menga nisbatan odimigarchilik ko'rsatdi. Bu kishi ziyoda bilimlik, adolat tuyg'usi kuchli kishi bo'lib, Uyg'urlarga to'liq qiziqatdi. Asonlik millatlarga esdashlik qiladi. Men har xil o'tmishdagi hikoyalarni so'zlab beradi. Jamiyatga mavjud bo'lgan bir qism adolatsizlikdan og'rinib so'zlab ketadi. Bu kishi kitobni ko'p o'qiydigan kishi bo'lib, musulmonlar haqida ko'p narsa biladi. Bu kishining meni ta'sirlantirgani, uni menga yangi suv o'tok va kunlik akilib bergandan to'laroq, uning bir yetdi maxsus yangi tok chaynak va Ningsha musulmonlar ishlab chiqargan o'lchamli qachlangan halol qo'y go'shtini elib kelib, yetimni tabriklash edi. Xalqning ichida. Markalik demekçi. Albatta odamgarchilik degan yerda qolmaydi. Men o'zini o'zida Uyg'urlarning galvan emas, balki yaxshi ko'ngilni tushunadigan xalq ekanligini amaliyatim orqali isbotlab turdim. Qisqasi bu voy haqni so'zlaydigan, Uyg'urlarga xotirjamlik va baxt tilaydigan, ko'z kichiklik, yuzsizlik va ochko'zlikdan nafratlanadigan kishi edi. Urumchiga qaytgandan keyinmi xat aloqa qilishdik. Men yurtimizga qaytib kelgandan keyin uning menga Shanxayda qilgan g'amxo'rliklari uchun minnatdorlik bildirib, yerlik mahsulotlarimizni tayyorlab xaltavatdim. Aralıqdan 20 yilcha vaqt o'tgandan keyin bir kuni fakultetimizning turmush katibi Muxtarkam Qaysar chekinba ilib ol deb chaqirdi. Bu qaysi asarning qalam haqido degan o'y bilan. Chunki o chaqlarda men menga pat-pat qalam haqi kelib turadi. Ishxonaga kirsam, Chak Shanxaydan kelgan ekan. Uni Chin buvay yetimizni tabriklab avatgan ekan. Uning avatkiniga bir noch qo'shqar keladi o'sha chaqda. Demak, yaxshi ko'ngil yerda qolmaydi. Albatta, Shanxaydagi chaqlarimda kamsitishga uchragan chaqlarma bo'ldi. Mundaq chaqda amalning baricha o'zimni qo'lladim. Bir qitim Fudan universitetining saynasida kichikkina, ya'ni bir haykal va saynada kichikkina maydonda English corner bo'ldi, English corner.
Mənmi berib qatnaşdım. Dəslətdə ular meni chet ellik deb o'ylashgan chig'ida bir obdan qizg'in muomalada bo'lishdi. Men o'zimning uyg'urligimni aytganimda bir nechasining bo'libmi Xitoy o'g'illarining chiroyida ma'nusmatlik ifodasi ko'rildi. Bo'libmi Fudanda biologiya o'qiydigan o'zi Sunwokning sat ko'zoynakli bir xumsi uyg'urlarning qaloqligi, ammo qizlarning chiroyliligi. Uyg'ur yanchiqchilarining ko'pligini deb kelib, bizni Amerikadagi indianlarga qartalliklarga tanglashtirib gap qilyotdi. Men normal gap qilsam bu hayvon odamning g'ururiga tegadigan gapni qilyotdi. Shu aman nervam o'rlab, quyuq chechim tik turdi. Bu ochiqdan ochiq milliy kamsitish edi. Bu malunni naq maydonda milliy bilgunchilik bilan ayblab, turmaga tashlashga loyiq edi. Jududim tutib, g'azabim chiroyimga chiqib ketdi. Kallamda kaskin to'qinish bo'ldi. Burnoq birin salaymi? Yo'q, undaq qilsam yomon, yana men aski bo'laman. Ya'ni yavoyi yoki bo'lgunchi deyishni. Buning zarba bermay qaytib ketsam, kechda uxlay olmay og'rib qilib, yarim kechaga bormay harom bo'lib qoldim. Men yalla tovan tanarg'iliq hujum qilish usulini, ya'ni gap bilan uning adabini berishni tanlab oldim-da, shunday dedim. Tak kuchiga chiqqan madaniyatsiz narsa ekansan. Gaplaringni o'zingga o'xshash sat narsa, satkan. Texi Uyg'urlarning qizlariga zan solg'adak bo'ldingmi? Sen satni ma'u sorundagi ma'u Xitoy qizlarni yaratmaydi. Esingda tut dedim men uningga. Menmi mushu davlatning puhrasi. Shuni menmi Shanxaylik. Men oxirdagi gapni Shanxay talaffuz etdim. Hala Shanxayni la! Yepim qiziq chiqib ketgan chig'i munozirimizga diqqat qilayotgan qizlar emas, o'g'illarmi kulib ketishdi. Hatto bir necha qiz chavoqni chilishdi. Demak, men o millatchi, irqchi injimariqni ashundaq mat qildim. Ko'pchilikning meni qo'llab bildirgan ifodasiga qarab, o ko'zlarini chimchiqiltib rasvo holatda turib qoldi xolos. Shanxay yaqin zaman Jungo tarixida Xitoy mamlakatining pul muomala savdo markazi rolini o'tab kelganlikdan, u yerdagi odamlarning mijozi nisbatan ochiq bo'lib, manfaatga moyil, chet-elliklarga cho'qinish iddisi kuchli ekan. O'zi ojiz deb qarg'anlarni, yaqi yurtliklarni ancha yaratib ketmaydi ekan. Men buni o'z amaliyatimdan o'tkazdim. Men tamoq yeyilib kelgan Shanxay Chet el tilleri institutining oldi tarafida Hongko bog'chisi, ya'ni Lushin bog'chisi deb atab qo'ydi ekan. Shu bog'chi bor ekan. Men kunduzigidek yenik kiyinib asmaykadan shu bog'chining ichida yugurib cheniqilgan bo'ldim. Men oliy maktabning 2-yilida tantarbiya darsida Tayjichuani tanlab o'rgangan bo'lg'achqa hamda egizak sakrashni yaxshi ko'radigan bo'lg'achqa bu ikkisini birlashtirib harakat qilsam, birqancha odamlar kelib to'plashadigan bo'ldi. Osmonga mush va pashva etib qo'ysam, atrofdagilarning "Mao chet-ellik gumpini yaxshi ko'ribdi" deb so'zlashtirib qulqimga kirib turadigan bo'ldi. Men shuni maslashtirib, egizrak sakrab, "Ay, to'yt" deb vaqirab, tırnaqchidagi tomoshabinlarni bekorlik ayyolat qizib turdim. Demak, men ashundaq har kunlik hayotimdan xo'shallik va qiziqchilik izlab yashaydigan o'zimcha bir qiziq odam. Bir kuni bog'chada qabul kelgan birisi mening qaysi davlatdan kelganimni so'radi. Men Uyg'ur deyishim bilan mansitmagandek chiroyini purishtiryotdi. Quyim vahshiy tutdi. Shuning bilan nima deb mening oromimni buzsan, men degan fransiyalik bo'lsam deb ko'tiga birni tepishim bilan u keyniga o'rilib, bir tarafdan sen fransiyalik aski ekansan deb qochqildi. Shuning bilan men bo'lib berdi. Men uni qo'g'lab bir ikkini tepdim va o'yladim. Sana o'xshash yashayotgan Uyg'urni bu yerda kamsitib, fransiylikni cho'ng bilganining jazosi mana shu. Uyg'urni kamsitsang, mana shunaqa jazoni yeysan. Hurmat qilsang, hurmat ko'rsan. G'ururingga tegsang, zarbga uchraysan. Bu kishilik dunyodagi eng aqlli savat. Bir kuni yana bog'chada bo'lgan mundaq ish ko'zimga chiqdi. Shu bog'chining ichida bir qizil rangli qavat imorat bo'lib, uning chet-ellik sayohatchilar kirib chiqib o'tadi. Men kirmoqchi bo'ldim, ishq baqqar kirgizmadi. Nima deysa? Men chet-ellik sayohatchi deb inglizcha gap qildim, u darhol hijib yo'l berdi. Ishga kirib qarasam, har xil yo'sinda yozilgan qimmatbaho xushxatlar bor ekan. Birla aylanib eshikdan chiqishimga bir kelishgan sayohatchi qiz bilan 2 yosh yigit, ya'ni Xitoy yigit kirmoqchi bo'layotganiga va ishq baqarning ularni kirgizmayotganligiga ko'zim tushdi. Qarab tursam, avu so'yiltini olmaydiganlar gap qilmay keyinga ketyotdi. Shuning bilan bir kimdan mat qilgim keldi. Darhol eliq yoshlarni qo'g'lab berib, ularni to'sib so'rdim. Sizlar jongo'liqmi emasmi? Ya'ni sizlar Xitoymi emasmi? Xitoy deb javob berdilar. Hayronlik bilan. Undaqda Shanxay bu davlatning bir qismi emasmi? Bir qismi. Undaqda nima deb o'zinglarning davlatinglarda chet-elliklar kiralgan yoki sizlar kiramaysizlar? Biz muhmudoq deyishdilar. Men bilan dedim men ularga. Anqich odam to'plashdi. Men sizlarga javobini tepib beraman. Mushundaq haqorat qanday chidaysizlar? Ular menga agashdi. Shu orliqda ahvolni kuzatib turgan birisi bu do'konning xo'jayini boshlab chiqibdi. Men uningdan o'xshash savolni so'rdim. U maqsadini darhol tushunib, o'tingan qiyofatda menga tushuntirishga boshladi. Biz tijorat qilgan o'rin, bizning narsalarimizni Yapon, Koreyaga o'xshash chet eldan kelgan sayohatchilar olmasa,
Bizning odamlar hargiz olmaydi. Agar biz do'konni bunchalar odamga erkin ichib ishimiz qanday bo'ldi? O'ylab boq. Biz och qolamiz. Uning chiroyiga ilojsizlik qarab dedim. Menmo ma'volarga javob berishdik bo'ldi, ishini qilayver. Bu yerda shuni qistirib o'tishni loyiq ko'rdimki, men Shanxayda o'qiyotgan chig'imda bu yerdagi yoshlarning chet elga chiqish qizg'inligini ko'rib, meningdagi chet elga chiqish o'qish o'ti texmo ulg'aydi. Shuning bilan Amerikaning Kaliforniya shtatidagi Erkinsiz akaning adresini tepib, uningga o'zimni tanishtirib xat yozdim. Uzoq o'tmay Erkin akadan bir parcha xat keldi. Uningdan o'z yurtiga seg'inish, o'z millatiga bo'lgan muhabbat, o'z yoshlariga bo'lgan umid julolaydi. Xatida Erkin aka meni Amerikaga kelib o'qishga ilhomlantirgan edi. Men yila mushchaqchi Erkin akaning kichik pellik bilan menga yozgan javob xatidan minnatdorman. Yaxshi ishni aslash, ta'riflash meningcha eng aqlli odimiylik mezonidir. Rastni rastlayish, yaxshilikqa yaxshilik bilan javob qaytarishni istash bir e'tiqodli odamga bo'lish tegishlik sifatdir. Shu vaqtlarda germanlar selib bergan Shanxaydagi Tongji universitetiga Germaniyaga o'qishga chiqish uchun nemis tili o'rgangan kelgan universitet matematika fakultetining o'qituvchisi G'olib Muhammad, Abdurahmon vakilining o'g'li va Jo'g'rofiya fakultetining o'qituvchisi Umid Xoliq, Egillik boshqarish fakulteti o'qituvchisi Absalom muallim va Ili pedagogika institutidan Fudan universitetiga bilim oshirishga kelgan Xurshida xonimlar bilan izlashib, inoq va ijil o'tdim va yozlik ta'til bo'lish bilan vatanimizga sog' salomat kelib oldim. Men Shanxayga manganda xeyli ig'ir ketgan, kelganda ravrus yadab ketdim. Vatan degan yashab cho'ng bo'lgan yer degan boshqa. Qaytib kelgandan keyin yana shu qaynoq va qizg'in hayotning qaynimiga cho'kdim. Kelibla Yapon Sasakawa tinchlik fondining mukofotiga erishdim. Mukofotlash marosimida doktor o'quvchilarga vakolatan tarix fakultetining o'qituvchisi Wu Fuhan degan Xitoy aspirant o'quvchilarga vakolatan men so'z qildim. So'zlarimizni Yaponiyada o'qib qaytib kelgan matematik Abdurishid muallim Sasakawa jamiyatining vakili yaponlik xonimga tarjima qilib berdi. Shunday qilib, men o'qishning oxirgi bir yilini dissertatsiya yozish bilan mashg'ul bo'ldim hamda rayonimizningki yakka va xususiy ilkning taraqqiyoti to'g'risida dastlabki izlanish nomli Xitoy tilida yozilgan dissertatsiyani muvaffaq maqol yoqlab 1996-yili Egillik boshqarish fakultetiga lektorlik qilindim. Biz aspirant o'qishni tamomlaganda maktab aspirant o'quvchilar boshqarmasi biz uchun o'qish bitirish murosimi uyushtirdi. Murosim shu chaqdagi kinoxonaning yanidagi faoliyat markazida o'tkazildi. Murosimda maktab mudirlari, yetakchi o'qituvchilar so'zlab bo'lgandan keyin uyushma raisi Jan emas, balki men shu yillik aspirant o'quvchilarga vakil bo'lib so'z qildim va so'zimni tugatibla faoliyatni Uyg'ur usuli bilan boshlaydiganimni e'lon qilib etdim. Hamda otish usuliga o'zim tushib boshlab berdim. Shunday qilib, so'ringi dastlabda 8 Uyg'ur aspirant tushilib, boshqalarni hang-tang qolg'izib, o'zimizning ilmni so'ydigan, hayotni qadrlaydigan, jonliq va tetik, o'ziga ishonilgan umidvor bir xalqning parchasi ekanligimizni iftiqorlik tuyg'ulari ichida namoyon qildik. Shu manzarani aslasam, Qurban Turanning diagonal kesib usul o'ynashlari, Mehray Mamtlining xo'shalliq to'lgan chiroyi, Nurullohning dastlab etiqob, keyin o'zini qo'yib usul o'ynashlari, Seriqburtlik Abdurimning xo'shalliqdan paqirab ketgan chiroylari, Anvar To'mur va Abdushukurlarning tabiiy panchlarga xos salmoq qadam ilishlari, Muyassar Fayzullarning qo'lini ko'tarib bo'libla, ko'zaynikning puxta yoki emasligini tekshirib beqishlari hargiz esimdan ko'tarilmaydi. Söyümlik yoshlik, navatdak tatliq chaqla. 2013-yili yoz.